Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sport Podcast kanalida bu sonimizni tennisga bag'ishlaymiz va tennis olamida bo'lib o'tayotgan yangi informatsiyalarni, tahlillarni, analizlarni biz ushbu podkastda berib o'tamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang, chunki bu bizning yanada yaxshiroq sharoitda, ya'ni yanada professional sifatli ravishda kontentlarni olishimizga sababchi bo'ladi. Balki bir emas bir necha kishi podkast shaklida, ya'ni suhbat olib boramiz, qiziqroq kechishi mumkin bu holat. Shuning uchun ham bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting va obuna bo'lib, like bosib, izoh yozishni unutmang. Kerak bo'lsa, tanishlaringizga ham jo'natib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Demak, biz boshlaymiz qadrli do'stlar. Tennis olamida nimalar bo'ldi? Tennisda o'tgan haftada Yaponiya va Xitoyda Beijing Open va Yaponiya Open'da, ya'ni Yaponiya ochiq va Xitoy ochiq turnirlarida birida Carlos Alcaraz ATP'da va birida Yannick Sinner g'alabaga erishdi. Finalda g'alabaga erishdi. Ikki tarafdan chempionlikka erishdi. 500 ochko beradigan turnirlar edi bu. 1000 yoki 2000 ochko beradigan turnirlar emas edi. Kichik bo'lsa ham mana shunday holat bo'ldi. Bundan tashqari WTA'da Anisimova Xitoy ochiq turnirda g'alabaga erishdi va bu turnirda, ya'ni Anisimova final natijalarini qayd etib keldi desak ham bo'ladi. 24 yoshdagi sportchi ikkinchi bor karyerasida mana shunday g'alabani qo'lga kirityapti va qadrli do'stlar, yarim finaldagi uchrashuvda Coco Gauffga qarshi bahsi barchaning e'tibor markazida bo'ldi. Yarim final bahsi juda ham ko'p inson bu uchrashuvni juda qiziqarli bo'ladi, munozarasiz kechadi va maza qiladi deb turgan bir paytda hech ham kutilmagan bir holat yuzaga keldi. Coco Gauff juda ham sust, lang harakat qildi. Ya'ni ularning butun boshli o'yinlari bor yo'g'i 55-50 daqiqalargacha cho'zildi xolos. Ya'ni bu nimani anglatadi? Hatto yarim finalning narigi bahslarida biroz qisqaroq o'tishi ko'zda tutilgan, biroz afishasi ham pastroq bo'lgan bahslarda, hatto 3-set qadrli do'stlar, mana shunday 50-55 daqiqa davomida davom etgan. Bu bahs esa juda ham cho'zilishi kutilayotgan edi. Bilasiz, vaqtida 5 soatlab ham o'yin o'ynaganlar bor, agar eslay olsangiz. Ya'ni mana shunday holat yuzaga keldi qadrli do'stlar va shaxsan o'zim o'yladim, endi efir madaniyatiga to'g'ri keladimi yo'qmi bilmadim, lekin Coco Gauffni men homilador bo'lsa kerak deb o'yladim. Bunday xabarlar chiqqan yo'q, agar bo'lsa chiqish kerak edi. Lekin bunday lapashang, ya'ni bunday haligi sust harakat qilish uchun bilmadim, ochiq qanday holatda bo'lishi kerak. Coco Gauff bo'lmasa, Coco Gauffning qanday tennischi ekanligini siz juda yaxshi bilasiz. Xo'sh, endi WTA va ATP'dagi bahslarga to'xtalib o'tdik. To'xtang, mana shuni ham aytib o'taylik. ATP'da o'tgan haftada Sinner Xitoyda yutdi, to'g'ri. Lekin bu haftaga o'tganida Shanxayda, ya'ni Beijing ham Xitoyda-ku, Shanxay ham Xitoyda, Pekingda yutdi. Shanxayda esa birinchi o'yinda chiqib ketib qoldi. O'sha jarohat olgani bois birinchi o'yinda chiqib ketishga majbur bo'ldi. Yannick Sinner o'sha yil yakuniga qarab tobora yetib kelyapti va ko'p sportchilarda mana shunday charchash, holdan toyish holatlari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin Yannick Sinner o'sha 3 oy diskvalifikatsiya vaqtida bo'lgan edi. Shuning uchun ham bilmadim. Nega charchagan? Yana ham buni o'sha sport psixologiyasini tushungan, bilgan tanishlarimiz juda yaxshi bilishadi. Balki o'sha paytda ham mashg'ulotlarni qilib yurgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va yana nima bo'ldi? Zverevning bergan intervyusi juda ham trendga chiqib ketdi, mashhur bo'lib ketdi. O'sha o'yindan so'ng bergan oddiy intervyudek go'yo, lekin bu iddaoli holatda yangradi. Ya'ni kortlarni organizatorlar faqatgina Yannick Sinner hamda Carlos Alcaraz uchun uyg'un tarzda tayyorlashyapti degan ma'noda. Men 10 yil, 15 yildan beri bu sohaning ichida yurgan odam sifatida bundan xursand emasman degan fikrlarni bildirib o'tdim. O'sha bu hatto Federerning gapini %100 haligi kopiya qilib olib gapirayotgandek bo'ldi, agar eslasangiz. Va endi u Federernikiku haqli edi. Bu holatda Zverevni juda ham ko'p mutaxassislar bahona qilyapti deyishyapti. Nega bahona qiladi? Chunki uning statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2025-yil barbod kechdi. O'ta rasvo bo'ldi va bunga bahona qidirayotganda mana shuni aytgandek bo'ldi go'yo. Va Zverev mana shunday gapni gapirganidan keyin Yannick Sinner javob qaytardi. Ya'ni men kortlarni qurganim yo'q, men kortlarni tayyorlaganim yo'q, men faqat tennis o'ynagani kelyapman dedi. Bu o'sha professional tarzda qo'shtirnoq ishlaydigan gaplar edi. Buning ma'nosidan, ya'ni ost ma'nosidan, ya'ni shunday ma'noni topish mumkin, ya'ni o'ylab ko'rish mumkin. Bu o'sha men ishimni qilaman, qolganlar esa bidirlayversin, sayrayversin degandek go'yo. Bundan tashqari Novak Djokovic, tennis afsonasi, bergan intervyusi barchaning diqqat markazida qadrli do'stlar. U o'sha professional tennischilar uyushmasida qandaydir lavozimli, aksessiyali bir inson sanaladi hozirda. Avval o'zining ishi bilan mashg'ul, atrofga uncha e'tibor bo'lmagan sportchi edi. Hozir esa ko'p mana shunday narsalarga e'tibor qaratishni boshladi. Mana shunday uyushmada ishlagandan keyin va tennischilar hozir, sportchilar hozir gapiryapti, keyin esa yo'q bo'lib qolishyapti, mazmunidagi gaplarni aytib o'tdi. Xullas, qisqacha qilib tennis olamidagi bo'lib o'tgan voqeliklar haqida to'xtalib o'tdik Sport Podcastda. Siz qo'llab-quvvatlashni unutmang, like bosib, obuna bo'lib, izoh yozib, tanishlaringizga ham havola o'sha jo'natib qo'yishni unutmang. Agar tennis, Formula 1, basketbol, UFC ixlosmandlari bo'lsa ularning orasida. Biz esa keyingi sonlarimizda uchrashguncha sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.